Hürmetli vatandaşlar, size bilen bugün Xiva yolunda Brulyerdemiz panelli domumuzni 3. qavatında 4 xana kvartira bilan danışib o'tamiz. Remontdan chiqqan ekan. İçine cihazlar bilan sotiladi. Azizlar, mesoplaj ham zo'r, suv, svet, gazlar VIP muammosiz gap turibdi. Bu yerda asosiy Xiva yo'limiz katta yo'l. Yo'l ham yaqin. Yoldan köp girmeydi. Bir yerden girseniz 50 metre giresler hürmetli vatandaşlar. Yani şu doğumlarımızda, panelli doğumlarımızda 3. qavatında 3 xana remontdan chiqqan ekan. Tayyorxonadan xalasanız naqpılda, xalasanız 2 kredite asanızlar ham bo'ladi. Yangi doğumlarımızın yanında. Yurttuğunuzun zelyonli zonalarına ega, farzandlarınız için o'yingohlar, kattalar için bisetkalar, hamma sharoitlar qilingan. Hech narsadan muammosi yo'q. Dokument ham tayyor, glavni. Azizlar, mesoplajiyasi Xiva yo'lini ustida ekan bo'ladi. Brulyerda. Glavni dokument tayyorlaysiz. Gelip doğru adlansa ötürüp basanızlar ham bo'ladi. Qani yetkazsa sizlar bilan birgalikda kvartiramizni görüp o'tsak. Bismillahirrahmanirrahim. Azizlar, xonadonimizga girib keldik. Girgandan bir de o'ng tarafimizda rakovinalar qo'yilgan, akkuratni joylagan, joyimizda gapsiz bo'lishi mumkin. Kafirlar qilingan, mebellar, gilamlar hamma qoladi. Tezkor konditsionerlar deysizmi? 2 konditsionerlar bor ekan. Hech narsa olmaydi, qisqasi. Место положенияsi ham zo'r, etaj ham zo'r. Azizlar, 3-qavatda, 4 qavatli binoni 3-qavatida panelli domda. Yo'la yaqin, Xiva yo'li. Brulyerda joylashganizlar. Suv, svet, gazi VIP muammosiz gap turibdi. Girgandan beri o'zi bir spalniy bo'lganingizda, spalniyamiz bu yerni divorni olib tashlab перегородкani. Berachi galinchazlar 4,5 metrlarcha bor. 4,5 metrlar ham kattaroq bo'lmasa, eni 3 metr tushgan. Bu tarafimizda bir spalni. Yonda keyin 2 zali bor. Keyin hojatxona, yuvishxona, oshxonasi, keyin veranda qismi joylashgan. Bir yandan tanishtirib ko'rsatib boraversak, xonadonimizni hamma oboydan chiqib turibdi, tayyor, kelib faqatgina yashash kerak bo'lgani. Yerda spalnimiz 2,60, uzinasi 5,60 kattalikda. Spalnilar, shkaflar, polni bir farzandlaringiz uchun mo'ljallangan. Ko'rib turganingiz 2 farzandingiz arqayin o'ngishadi. Yani bir de dars tayyorlash uchun sharoitlari qilingan, mebellar, kiyimlar uchun ko'rib turganingiz shkaflar. Hammaji taq holatida devorlar polni oboy, patolog qismida plafonlar qo'yilgan, perdelar ham qoladi. Aynalara plastik ramlarından Patagoniylar qo'yilgan, aynan teyinde demir registrlar ham o'rnatilgan. Отопление sistemasi bor, demirda ham ishlab turibdi polni. Yan tarafında bog'cha ismi, maktab ismi bor, azizlar. Transport ham turibdi. Xiva yo'lidan dim yaqin yerda, azizlar. Hamma o'ng'ayli. Xiva ham ketaman desangizlar, Urganch ham zo'r mesada 16 marshrut o'ttirdi. Birimiz 3,10, 5,60 kattalikda artel tezorlari, artel xaridliklari. Bundan girgan yerimizda premier azizlar konditsionerlar ham qoladi. Hamma hech narsa olib ketilmaydi. Zo'r mesada yana 3-qavatda narx ham ajoyib, xalasangiz naqd pul, xalasangiz kreditda olsangizlar ham bor. Bu tarafda yana bir zali, bu yerni spalniya qilib qo'ydilar. 3,10, 5,60 kattalikda. Bu 4-xonasi azizlar. Bir de şu ko'rib turgan hamma vajingiz qoladi, mebellar, polni qoladi. Hech narsa olib ketilmaydi. Gilam ismi, shkaf, termosi azizlar, bir de chesterlari, sumishkalari, spalniyalar hammaji qoladi. Perdelarga tashlab ketadilar. Bir de flafonlar qo'yilgan, devorlar polni oboy qilganlar. Azizlar, aynaları ark formlarını o'zgartirganlar. Aynan tender registrlari bor, taq holatida. Ishlarim ajoyib sifatli stiklni ishlardan qo'ygan ekan azizlar. Bu tarafimizda esa sanuzeli oshxonasi joylashgan. Sanuzelimiz polni ayaktem, devorlar ham quruq kafeldan chiqqan. Demir kotyol bor, metazlar o'zgargan. Bu yerda vannalari, suv nasos qo'yganlar, suv sho'chklari, bu yerda Samsung kiyim mashinalari avtomat, aristollar ham qo'yilgan. Vishilkalar tashlab ketadilar. Hech narsa olinmaydi. Bir de kuxni mebellarimiz ham, oshxona mebellari ham hammasi toza hali, uning ishlatilmagan ekanizlar. Joyimiz ilik etgan joy ekan. Samsung xaridlarcha tashlab ketadilar. Hech narsa olinmaydi. Bir de gaz plitalar, moykalari, vichkalar hammaga qoladi. Bir de kafirlar qilingan. Verandamiz 2,6 razmerda tushgan, bir de shkafchasi ham bor ekan. Kupinni qilib o'tib qo'ydilar. Chiroyli qilib ovqatlanish uchun ustal-kursilar ham baynang. Kupini shkafimiz, buni ichida biroz vaqt sig'dirsangiz bo'ladi. Dokumentlar ham muammosi bilingizda. Aynalar ham formlardan, devorlar polni plastik qilingan. Bu tarafi kafil bo'lgan, vichkalari hammaji tog'. Xonadonimizda nomi kerak bo'lsa hammaji bor. Hurmatli vatandoshlar. Xaridlik ismi, kir mashina ismi, televizor, 2 konditsionerlar, mebellar hammaji qoladi. Chiroyli qilib remont qilib qo'ydi. Akkuratni joy.
Hürmetli vatandaşlar. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar pastdagi nomerlarga. Hozir kanalımıza abone olmayanlar bo'lsa abone bo'lib, videomuza like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Narxini to'xtalib o'tsak, narxi 450 million so'm, gelib üstünde savdosini qilib olaverasiz. Dokument taq, xalasangiz naqd pulda, xalasangiz kredit olsangizlar ham bo'ladi. Azizlar, alternativdan bo'lsak, Xiva yo'li Brullerda 4 qavatli binoni panelini 3-qavatında 4 xona kvartira bilan danışib o'tdik azizlar. Kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib qolsa, hurmatli vatandoshlar, joylarimizdan boxabar berib, necha joylar kerak o'sham yozib qoldirsangizlar, shuning joylarni iloji boricha qo'ldan kelgancha e'tiborlaringizni havola qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videolarda görüşguncha xayr deb qolamiz.